Qaynona oyijonim ko'p shu gapni takrorlaydilar. Qizim, o'zingiz ham o'ylang ha deb bolalaringiz aytganini qilib, qo'yniga qarayvermang deydilar. Chunki ertaga o'g'lingiz xotin deb ketar, qizingiz er deb ketadi deb ko'p aytadilar. Endi bu gaplar qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman, sizlar qanaqa fikrdasizlar, izohlarda yozib ketinglar. Va shu gap kelganda aytib o'tmoqchiman. Bu gaplarim qizmi, o'g'ilmi, hamma farzandlar uchun birdek tegishli. Ota-onangizdan qurbingiz yetadigan paytda ko'ngil so'rab turing. Nima yegingiz kelyapti, qayerga borgingiz kelyapti, ota yoki ona qayoliga sizni aylantirib keling, nima qilsam xursand bo'lasiz deb ko'ngillarini so'rab, ichingizdagi bor mehringizni ko'rsatib turing. Bilaman, ota-onalarimiz bizani o'ylab hech narsa kerak emas, o'zing sog' bo'lsang bo'ldi, qo'yver bolam deb qo'yishadi. Shunaqa deyishsa ham ularning gaplariga quloq solmang, baribir ich-ichligidan xohlashadi. Agar bunaqa narsalarga qurbingiz yetmasa, sizni qurbingiz yetadiganini aytaman. Hech bo'lmaganda onajon, otajon, boringizga shukur, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsiz, mana hayotimda deb qo'ying. Bu dunyoda ota-onangizdan baxtli inson yo'q deng. Ular uchun ozgina vaqtingizni ajratib, suhbatlashib o'tiring. Shu oddiy arzimagan narsalarga ham xursand bo'ladi ota-onalarimiz. Mani blogim oddiy hayotiy haqiqatlarga boy blog. Mani kuzatishda davom eting, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.